Bo'ldi, hammaga salom. Men yangi bu karta ochdim. Kirib bemalol maza qilib o'ynashingiz mumkin. Bu kartada sizlar faqat 116 bilan o'ynaysizlar. Kartani opsiyasiga o'zimning kanalning Kim va Uzbek Power'ni yozganman. Kommentlarga Uzbek Power deb yozib ketish eslaringizdan chiqmasin bo'ldi. Bu kartamizda 5 ta raunddan iborat. Har bitta raund 20 ta shotgacha bo'ladi. Kartani ID'sini yozib qoldiraman. Bemalol kirib o'ynaysalar bo'ladi. Hammaga rahmat. Bo'ldi, hammaga salom. Men yangi bu karta ochdim. Kirib bemalol maza qilib o'ynashingiz mumkin. Bu kartada sizlar faqat 116 bilan o'ynaysizlar. Kartani opsiyasiga o'zimning kanalning Kim va Uzbek Power'ni yozganman. Kommentlarga Uzbek Power deb yozib ketish eslaringizdan chiqmasin bo'ldi. Bu kartamizda 5 ta raunddan iborat. Har bitta raund 20 ta shotgacha bo'ladi. Kartani ID'sini yozib qoldiraman. Bemalol kirib o'ynaysalar bo'ladi. Hammaga rahmat. Bo'ldi, hammaga salom. Men yangi bu karta ochdim. Kirib bemalol maza qilib o'ynashingiz mumkin. Bu kartada sizlar faqat 116 bilan o'ynaysizlar. Kartani opsiyasiga o'zimning kanalning Kim va Uzbek Power'ni yozganman. Kommentlarga Uzbek Power deb yozib ketish eslaringizdan chiqmasin bo'ldi. Bu kartamizda 5 ta raunddan iborat. Har bitta raund 20 ta shotgacha bo'ladi. Kartani ID'sini yozib qoldiraman. Bemalol kirib o'ynaysalar bo'ladi. Hammaga rahmat.